Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Thumma amma ba'd. Uzun savol berdilar. Savolning mazmuni: namozga muazzin iqoma takbirini aytmasdan turib, imom namozni boshlab yuboradi va aytadiki, muazzin qad qomatis solah degan paytda imom namozni boshlash kerak deb aytadi. Shu to'g'rimi degan ma'noda savol berdilar. Sunnatga muvofiq Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu qad qomatis solah degan paytda namozga kirishlik kerak degan narsa noto'g'ri. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qomat aytilib bo'lgandan so'ng saflarga qaragan holatda sahobiylar tarafiga qarab turib, o'zlari saflarni tekizlab, istavu atazilu saflarni tekizlanglar, oralar ochiq qolmasin deb turib, o'zlari kerak bo'lsa bittama-bitta safni nimasida yurib, saflarni tekizlab, so'ng namozni boshlardilar. Va iqomat paytida namoz boshlashlik bu narsa kelmagan. Shuning uchun bu yerda to'g'ri masala iqomat aytib bo'lgandan keyin va imom saflar tekis bo'lganligini bilgandan so'nggina namozni boshlab namozga kirishadi. Vallohu a'lam.